Hozirgi zamonning eng urfga chiqqan video modasi nima bilasanmi do'stim? Motivatsiya beradigan video. Orzularing sari intil, doimo yaxshi kayfiyatda bo'l. Mana bu oltin qoidani esingdan chiqarma va hayotingda shuni 7 kungina sinab ko'r va hayoting butunlay o'zgarib ketadi. Degan bir necha minglagan videoni ko'rasan ijtimoiy tarmoqda. To'lib toshib ketdi. Men ham bir motivatsiya gaplarni gapirsammikin deb o'ylab qoldim shu o'rinda. Eng katta baxt ko'zingni ochding. Tiriksan. Uxlading va yana turding. Uyquda o'lib qolganing yo'q. Qanchadan qancha odamlar uyquda omonatini topshirgan. Mana, kecha mahallamizda yashaydigan o'rta yoshdagi bir ayol uyquda omonatini topshirdi-da. O'tgan kuni tuppa-tuzuk edi, kecha esa jonsiz tana, bugun esa qabristonda. Tirikligimiz eng katta motivatsiya, mana shu motivatsiyani o'zi yetib ortadi. Negaki sanu menga yana bir imkon berildi. Isloh uchun, bandalik uchun, xayrli ishlar, yaxshi amallar uchun. Baxt bu qog'ozga men bugun juda ham baxtliman degan so'zni 100 marta yozishda emas, yoki bo'lmasam men boyman degan so'zni 1000 marta yozib, uni shuncha miqdorda o'qish kerak degani ham emas. Hozirda sening dunyo hayotidagi olayotgan nafasingni qani endi men ham tiriklar qatorida bo'lsam-u, yaxshi ishlarga ulgursam deb yotgan ahli qabrlar son sanoqsiz. Baxt formulasi degan so'zlarga ko'p guvoh bo'lamiz-da hayotda. Baxt formulasi aslida oddiy va soddagina do'stim. Ayni damdagi tirikliging mana shu asl baxt formulasi. Chunki tiriklar orzu qilgan narsadan marhumlar jirkanar, marhumlar orzu qilgan hayotni esa tiriklar alal afsus isrof qilar ekan do'stim.